Merhaba. Umringlarda bir marta bo'lsa ham bir o'zinglar sayohatga chiqinglar. Men bir o'zim ham chiqib ko'rganman, kollektiv bilan ham chiqib ko'rganman, oilam bilan ham chiqib ko'rganman. Eng yaxshi sayohat har doim agar tenglashtirsam bir o'zim chiqqan sayohatim bo'ladi. Bu safar ham ish bilan kelgan bo'lsam ham 3 kun 25 kishi birga edik. 1,5 kun свободный день bor edi. Men сразу gostinitsaga kirib, kiyimimni almashtirib, ko'chaga otilib chiqdim. Bir o'zinglar notanish joyda yo'qolib qolmasdan, har xil vaziyat bo'ladi, vaziyatdan chiqib hamma narsani uddalaganinglar uchun o'zinglarga ham hurmatinglar oshadi. Yangi his-tuyg'ular, hayajonlar his qilasizlar. O'zinglarga ishonchinglar, kuchinglar borligiga ishonch hosil qilasizlar. Shu bu hayotda hamma narsani eplay olaman degan ishonch 1000% bo'ladi. Shu darajada trening lичностного роста bir o'zinglar yurishinglar, kartani ochib, o'zinglar uchun yangi joylar ixtiro qilib, uni topib, questda yurganda har bitta santimetr sizlar uchun yangilik o'sha narsani ham ko'zinglar bilan, quloqinglar bilan eshitib, ko'rib, so'rab, endi bu чувство свободы, bu kuchga yetadigan narsa yo'q men uchun. Mana men tenglashtirib ko'rsam, eng yaxshi meni sayohatlarim, eng yaxshi yurganlarim chet elda bir o'zim yurganim. Bu degani men boshqalar bilan o'zimni yomon his qilaman degani emas. Yo'q, do'stlarim, kollektivdagi o'rtoqlarim hammani yaxshi ko'raman. Birga yurishni, uni zavqi boshqacha, buni zavqi boshqacha. Men aytmoqchi bo'lganim, buni ham попробовать qilib ko'rish kerak, обязательно. Hayotinglar davomida bir marta bo'lsa ham bu narsani qilib ko'rish kerak.